Dildor opa, dugonaning yuziga ugri chiqqan ekan. U esa tish pastasi qo'yibdi. Shu to'g'rimi? Iltimos, tish pastasini tinch qo'yinglar. Oldin kirsovundan foydalanishdi ugrilar uchun. Endi tish pastasiga navbat. Tish pastasi bu asosan tishlar uchun mo'ljallangan vosita hisoblanadi. Bu yerda husnbuzarlarning asl sababini bilish kerak. Husnbuzarlarning asl sababini bilib davolansa, natija tezroq bo'ladi. Tish pastasi to'g'ri husnbuzarlarni quritishi mumkin, lekin yaxshigina yallig'lanishlar va ugrining izlariga sabab bo'ladi. Tish pastasi terini qizartiradi, terini achishtiradi. Agar ugrilar uchun tish pastasidan foydalangan bo'lganimizda, hozir kosmetika do'konlarimizda faqat tish pastasi sotilardi. Iltimos, hurmatli ayollarimiz, qizlarimiz, balog'at yoshiga yetayotgan farzandlarimiz, yuzingizdagi asl sababni faqat mutaxassis maslahati bo'yicha davolang. Ana o'shandagina natijani ko'rasiz. Siz va sizni yuzingiz tajriba quyonchasi emas. Shuning uchun har doim tajribali mutaxassislardan maslahat oling.